Assalomu alaykum. Dream House'dagi obyektimizni reality show ko'rinishida sizlarga ko'rsatgandik. Bu obyektimiz bitta. Hozir sizlarga obzorini ham ko'rsataman. Ungacha bu obyektimizga qancha pul mablag'lari ketgani to'g'risida sizlar bilan birma-bir gaplashib chiqamiz. Birinchi qilgan ishimiz proyektni borib o'rgandik. Dizayn proyektlari uchun o'lchadik. Dizaynerlarimiz tomonidan xonadon egasiga ichki planirovkalar, xonalarni joylashuvi bo'yicha ma'lumot berdik. Keyingi qilgan ishimiz o'sha dizayn proyekt asosida qaysidir devorlarni demontaj qildik, yangisini terdik. Bu yerda asosan Dream House'da ikkita kvartirani yonma-yon qilganligimiz uchun bu hozirda aytib o'tgan narxlarimiz ikkita kvartira uchun qilingan xarajatlar. Demontaj ishlari bajarildi. Bunga jami ikkita kvartira uchun musorlarni pastga tushirish, o'sha texnika xarajatlari, avtoliftlar jami bo'lib $700 pul mablag'i sarflandi. Ikkinchisi ichki xonalarga g'isht terildi. Bu yerda har bir kvartira misolida $600 dan umumiy $1200 o'sha stroy materiali hamda materiallarni chiqarishi, xonadonni ichiga kirib kelishi narxlari bor. Bu yerda g'isht, qum, sement nazarda tutilyapti. Keyingisi qum shkaturka butun o'sha devorlarni terilgandan so'ng qum bilan sement aralashtirib suvoq qilindi. Bunga ikkita kvartira uchun $1200 ketdi. Bundan keyingi qilgan ishimiz dizayn proyekt asosida santexnika ishlari amalga oshirildi. Ikkita kvartira uchun har biriga $1000 dan $2000 santexnika uchun ketdi. Keyingi qilgan ishimiz o'sha santexnikada xonalarning ichkarisiga to'pli pollar tashlandi, koridorlarga, sanuzullarga, yuradigan hollarda hamma joyiga to'pli pol tashlandi, radiatorlar qo'yildi, kotyollar yig'ildi, arison qo'yildi, to'pli polli kollektorlar hammasi bo'lib, shu ishlar bajarildi hamda steyajga quyildi, polisxo'y. Pastimizda ham, tepamizda ham xonadon egalari yashash boshlagan u kvartiramizda. Shuning uchun qo'shnilarga ziyonimiz tegmasligi uchun polisxo'y sement aralashtirilgan o'sha steyajga ishlar bajarildi. Bunga ikkita kvartira uchun jami $800 ketdi. Keyin qilgan ishimiz o'sha xonadon egasiga dizayn proyektni to'liq o'sha bitgan holatini ko'rsatib, devorlar qanaqa rang bo'ladi, eshiklar qanday holatda bitadi, pulinchlar qanaqa, polga o'rnatiladigan o'sha laminat qanaqa qo'yiladi, qanaqa galogenlar, qanaqa o'sha lyustralar, qanaqa podsvetkalar ishlatilishi to'g'risida ma'lumot ko'rsatdik. Xonadon egasi bu ishlarimizni qilgunga qadar dizayn proyekt bilan tanishib chiqib, tasdiqlab berdi. Shu asosida elektrika kabellarni montaj ishlari bajarildi. Bu joyda o'sha devorlar shtraba qilindi, kabellar tashlandi, o'sha shitlar yig'ildi. Bu yerda shitlarga to'liq o'sha uzo, relay напряжение, o'sha kabellarda o'sha qizib ketmasligi uchun hamma priborlardan tashkil topgan avtomatlar qo'yildi. Ikkita kvartiramiz uchun materiallarga jami $700 ketdi. Bundan keyin esa elektrikadan keyingi qilgan ishimiz gips karton montaj ishlari boshlandi. Ikkita kvartiramizga jami $700 ishlatildi. Ko'rib tursa, hozir yuqorida aytib o'tgan hamma ishlarim deyarli o'sha xalq tilida ko'rinishlar deyiladi. O'sha elektrikasi, santexnikasi, steyajkasi, xonalarni ichki pergorodkalar bilan bo'lib chiqishi, bu ishlar to'liq yakunlandi. Demak, keyingi qiladigan ishlarimiz bizni oldimizda turuvdi. Xonadonni ichiga o'sha malyarka ishlari boshlash hamda kafil terishlari. Bizlar ikkita kvartirani o'sha prixojni qismida o'sha 1 kvadratdan oshiqroq joyi, oshxonaning fartuklari, sanuzullar to'liq o'sha kafili bo'ldi. Buning uchun ikkita kvartiramizga $2200 ketdi. Har bir kvartiraga $1100 dan materiallarga pul ishlatdik. Kafil ishlari yakunlangandan so'ng malyarka ishlari boshlandi. Har bitta kvartiramiz uchun $1450 dan pul ishlatildi. Jami $2900 malyarka ishlariga ajratdik. Malyarka ishlari tugadi. O'sha devorlar hammasini bo'yadik. O'sha dizayn proyekt asosida keyingi qilgan ishimiz elektrikaning ustanovkasi bo'ldi. Bu yerda o'sha включаторlar, galogenlar, o'sha lyustralar, podsvetkalar, spotlar olib kelib o'rnatildi. Har bitta kvartiramizga jami $380 dan
$760 pul sarfladik. Keyingi qilgan ishimiz santexnika uстановkalari. Bu yerda hojatxonada unitazlar, dush smestitellar, tahorat smestitellar, отскач kranlar, bular hammasiga bitta kvartiramiz uchun $660 dan pul ishlatdik. İşlarimiz ketma-ketligi o'sha dizayn proyektga asosan hamda o'sha tartib bilan bajarildi. Bu santexnika uстановkalar ishlari tugagandan keyin eshikchilarni yubordik u yerga. Kvartiramizda dizayn proyekt asosida bo'lgani uchun ichki eshiklarimiz o'sha dizayn proyekt asosidagi eshiklar olib borib o'rnatildi. Oq rangli o'sha ruchkalar hammasi qora matoviy plyunslarga MDF plyuns ishlatdik. Ikkita kvartiramizga 120 metrdan plyuns ishlatildi. Umumiy eshiklarimiz bilan birgalikda $1200 ishlatdik. Eshiklarda o'sha materialga, plyuns materialga. Keyingi qilgan ishimiz bizni kuzatganlaringizga ko'rsatdik. O'sha xonalarning ichlariga dush kabinalar o'rnatdik. Dush kabinani o'sha oynasini ichkari ko'rinmaydigan matoviy holda qo'yib berganimiz uchun har bittasiga o'sha $350 ketdi. Umumiy ikkita kvartirada ikkita dush uchun $700 pul ketdi. Yuqorida aytib o'tganim o'sha MDF plyunslarimiz o'sha 105 metrdan jami $450 dan ikkita kvartiraga $900 pul sarfladik. Hamma ishlar bo'ldi. O'rnatishlar yakunlandi. Ustalarimiz ishlarini tugatdi. Endi qiladigan ishimiz ikkita kvartirani cleaning centerdan mutaxassis chaqirtirib uborka qildirtirdik. Bitta kvartiramizga $200 dan pul sarflandi. Ikkitaga jami $400 pul ketdi. Bu yerda hozir sanab o'tganlarim umumiy $19.500 bo'ldi ikkita kvartira uchun. Bundan tashqari $7.470 ustalarga ish haqi berdik. Umumiy ikkita kvartiramizni o'sha kvadratiga bo'ladigan bo'lsak, $7.470 da 140 ga bo'lganimizda $53 dan umumiy o'sha men aytib o'tgan hamma ishlarni bajargungacha sarflangan mablag'larimiz pol kvadratiga $53 dan to'g'ri keldi. Bu narsaga juda ham katta ahamiyat berasizlar. Hech qaysi o'sha qurilish kompaniyasi $53 ga sizni xonadoningizni podключ bitirib bermaydi. $19.500 qo'shamiz, $7.470, jami $27.000 pul sarflandi. 140 ga bo'lganimizda pol kvadratiga $192 dan ustalarning ish haqisiga hamda stroy materiallarga pul sarflandi. Bundan tashqari bu yerda men sanab o'tmadim, ko'p narsalarni o'sha vishkada ishlatganimiz, texnika bilan o'sha ishlarni tashkillashtirganimiz, musorlarni o'z vaqtida olib ketganimiz. Endi domda o'zingiz bilasiz, remont bo'layotgan paytda baribir endi musor bo'ladi, chang bo'ladi. Qo'shinlarda umumiy endi o'sha xalqning mulki bo'lgan liftdan biz musorlar chiqasini tashimaymiz, hammasi avtoliftlarda tushib chiqadi. Keyin o'zimizning maxsus texnikalarimiz bor, musor olib ketadigan boshqa istoriyalarda ham qo'yib berganman. 20 kubalik konteynerda ikkita to'la musor chiqib ketgan demontaj qilgan paytimizda. Endi pollarda steyajkalar quyilganda biz santexnika ishlarini bajarayotganimizda to'pli polga plashatka ochishimiz uchun pollarni ham o'sha plitagacha to'liq demontaj qildik. Umumiy kvartiramizni obzor hosidaga qo'yib ko'rsatib beraman. Bittalab o'sha qilingan ishlarni o'zlaringiz baho berasizlar. Sizlarga ham dizayn proyekt asosida remont podключ kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu Dream House жилой kompleksi Qonsaroy. Ishlarni to'liq bitirib berdik. Xonadon egasi qabul qildi, bitta, rahmat dedi. Bu komfort tipdagi kvartiramiz. Bizga ko'pchilik kuzatuvchilarimiz mana shu reality showda nima uchun sizlar mana shunaqa komfort tipdagi kvartiralarda reality show qilib berasizlar, boshqa misol uchun Nestvanda nomi chiqqan misol uchun Energyda yoki bo'lmasam Golden House'da qilmisizlar deb turib kommentariyalarda yozib, bu narsalar hammasini hisobga olgan holda bizni keyingi reality showimiz qaysi жилой kompleksda bo'lishini xohlaysizlar, yana izohlarda fikrlaringizni qoldiringizlar. Tez kunda yangi reality showni e'lon qilaman. Bu premium tipdagi kvartira bo'ladi. Ko'pchilik hali u yerda remont qilmagan. Sababi u yerda o'sha o'zini o'sha
premium tipdagi kvartirani o'zini ichki qoidalari, tartib qoidalari, proyektlari, loyihalari asosida bo'ladi. Komfort, biznes tipdagi kvartira bo'lmaydi bu. Premium tipdagi kvartirani noldan to'liq o'sha korobka holatidan dizayn proyekt asosida reality show ko'rinishida sizlarga yoritib beraman. Andavoz jamoasini kuzatishda davom eting. Sizga ham mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizning mutaxassislarimiz bilan bog'lanishingiz mumkin.